Xo'p, assalomu alaykum hamma web kanalining aziz obunachilari. Mana biz yana video syomkamizni boshlab oldik. Videomiz manfaatli bo'lishi uchun podpiska va layklarni ayamaymiz. Xo'p. Bugungi sanamiz 2025-yil 21-oktyabr, haftaning seshanba kuni. Mana shu ko'rib turganlaringdek mana shu mollar sotiladi ekan dehqon akamizdan. Xo'p. Bu mollarning joyi Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'ida. Agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, dehqon akamizning nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Ko'rib turganlaringdek mana shu mollar. Mana biko sal kattaroq ekan, bular sal kichikroq. Endi albatta puliga yarasha kelib bemalol savdo qilib kelsalaring bo'ladi. Xo'p, bitta sog'in siyri bor ekan. Buni ham agar kelishib qolsak sotaman deyapti. Mana shu mollar. Agar shu mollar qiziq bo'ladigan bo'lsa, dehqon akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdo qilsalaring bo'ladi.